Obunachilar, bu haqda avval sizlarga yana reklama qilgandim. Yana qaytadan eksperiment o'tkazib bermoqchiman. Meni kuzatishda oxirigacha davom eting. Bu sochlarni ham eritadi deb aytilgani uchun Green Leaf mahsulotini sizlarga sochni qanday qilib eritilishini ko'rsatib beraman. Qani ketdik. Mana bu soch, men tashladim. Tovon ichida hech narsa yo'q. Bu oddiy kurot bilan, bozorlarda sotiladigan oddiy kurot bilan Green Leaf'ning kurotini ikkalasini ko'ramiz. Mana endi ko'ramiz hozir. Endi sochlarni eritish haqida gapirganda qani ko'ramiz. Mana bu Green Leaf'niki, mana bu o'zimizni kurot. Mana. Mana Green Leaf'ning sochlari erib ketdi. Mana o'zimiz oddiy kurotga turibdi. Lekin Green Leaf'ning kurotiniki sochlar mayda-mayda bo'lib parchalanib ketdi. Men bu bilan o'zimizni oddiy mana bu kurotni yomonlamoqchi emasman. Green Leaf'ning mahsulotlari eng zo'r ekanligini ko'rsatmoqchiman. Agar sizlarga bu ma'lumotim yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'ling. Narx sizlarga qiziq bo'lsa, arzon narxlarda olishni xohlasam, kommentariyaga narx deb yozib ketsangiz, o'zim sizga aloqaga chiqaman. Mana ko'rishingiz mumkin. Soch parchalanib ketdi. Mana umuman soch yo'q. Bunda esa mana sochimiz turibdi. Mana parchalangan yo'q, shunday turibdi. Mana Green Leaf eng zo'ri.